Assalomu alaykum hammaga, xayrli kech. Sarbon 33 hamda Buloqboshi tuman hokimligi matbuot xizmati taqdim etadi. Investorlarni 1-fevral kuni soat 10:00 da tuman hokimi Furqatbek Botoxonov boshchiligida bo'lib o'tadigan uchrashuvga taklif etamiz. Siz ham turizm maskaniga investitsiya kiriting va doimiy barqaror daromad olish imkoniga ega bo'ling. Turizm maskanida bo'lib o'tadigan hokim va tadbirkorlar uchrashuviga marhamat. Xabaringiz bor, Buloqboshi tumani turizm salohiyatini oshirishda bir qancha ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda. Chili ustun tog' yon bag'rlarida, Janubiy Farg'ona kanali bo'ylarida 107 gektar maydonda Buloq Hills dasturi asosida zamonaviy turizm maskani barpo etilmoqda. Hozirgi kunda ushbu hududda tadbirkorlar tomonidan shale uylari, restoranlar, kapsula tipidagi dam olish maskanlari, mehmon uylari, dachalar va turli xil dam olish ko'ngilochar va turizmlar obyektlari barpo etilmoqda. Shu munosabat bilan viloyatimiz, tumanimizdagi barcha tadbirkorlarni hamda turizm yo'nalishi bo'yicha o'z tadbirkorligini boshlamoqchi bo'lgan fuqarolarimizni ertaga 1-fevral kuni soat 10:00 da tuman hokimi Furqatbek Botoxonov boshchiligidagi bo'lib o'tadigan uchrashuvga taklif etamiz. Siz ham turizm maskaniga investitsiya kiriting va doimiy barqaror daromad olish imkoniga ega bo'ling. Manba: Buloqboshi Press. Agar kanalimizga yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling, kuzatishda davom eting. Buloq Hills. Ushbu xabarlar manba Buloqboshi Press. Buloqboshi tuman hokimligi matbuot xizmati Telegram kanalidan olib yozilgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.